Qo'qon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan aholining xavfsizligini ta'minlash, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida keng qamrovli profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Tadbirlar davomida xodimlar shaharning Rayhon mahalla fuqarolar yig'ini faollari bilan uchrashib, yong'in xavfsizligi qoidalari, gaz va elektr jihozlaridan to'g'ri va xavfsiz foydalanish, isitish moslamalarining texnik sozligi, shuningdek, bolalar xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha batafsil tushuntirish ishlari olib borildi. Xonadonma-xonadon yurilib, mavzu yuzasidan zarur tavsiyalar berildi. Shuningdek, yong'in sodir bo'lganda to'g'ri harakat qilish, 112 yagona tezkor xizmatiga murojaat etish tartibi eslatildi. Soha xodimlari shahardagi 5-bolalar musiqa va san'at maktabida ham bo'lishib, o'qituvchilarga yong'in vaqtida evakuatsiya choralari, xavfli vaziyatlarda o'zini tutish qoidalari amaliy tarzda ko'rsatib o'tildi. Bundan tashqari mutaxassislar tomonidan joylardagi yer osti suv olgichlari, suv chiqarish quvurlari, drenaj tizimlari hamda yong'in gidrantlarining texnik holati o'rganildi. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tegishli tashkilotlar va xonadon egalari ogohlantirilib, ularga zarur tavsiyalar berildi. Shahardagi yangidan bunyod etilayotgan ko'p qavatli uylar qurilishida ishtirok etayotgan quruvchilar bilan ham o'tkazilgan suhbatlar mavzusi aynan xavfsizlik choralariga qaratildi. Albatta, bu kabi profilaktik tadbirlar aholining ogohligini oshirish, xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va har bir fuqaroning o'z hayoti hamda mol-mulkini himoya qilishga, yondashuvni kuchaytirishga xizmat qiladi.